sizlarga aytmoqchi bo'lganlarim intayin ko'p. Aytib bo'lolmayman. Ba'zilarini naqshlarim bilan yetkizdim, yana ba'zilari keyingi naqshlarimda aytilar balkim. Men hikoyasi bor odam. Hikoyalarim orasida siz biladigan va bilmaydigan men, bilishga arziydigan siz va bilgim keladigan u ham bor. Bu hikoya hammamizning hikoyasi. Her o'ylasam as yodimda bor edingiz, mana bugun huzurimga xush keldingiz. To'g'ri, xato ko'midingiz. Bizga izchil hamroh bo'lib ishonchimizga ishonch qo'shib kelayotgani dal sarkarda murosim yurishligi. Sarkarda murosim yurish buyumlariga muhabbat singan. Shunga siz va bizning erishdig'inimiz haqiqiy sopliq ham a'lo sifat. Sarkarda yillardan beri uzluksiz izdinish, tadqiq qilish, yangilik yaratish natijasida mahsulot sifatini har bir inchki nuqtasigacha a'lolashtirib, har qanday ehtiyojimizga uyg'un keladigan mahsulotlarni bozorga soldi. Sarkarda murosim yurish buyumlari. Tilda doston qadam yetgan hamma yerda bizlarga yor nega bo'lsak bu sarkarda. Ko'rayotganlar azizlar, Şinjan Sarkarda Xalqaro savdo chetlik shirkati tajdorligida o'tkazilayotgan Xo'sh keldingiz programmasi. Biz bu programmamizning bugungi san'atli sizlar bilan ko'rishganligimizda intayin xursandmiz. Bugun programmamizga aziz mehmonlar albatta mening suyimli saqam, yaxshi inim, xush ovoz naqshchi va ijod sohasida bosh ko'tarayotgan yosh xonandimiz Kerem Abbas. Rahmat aka. Ve şundaqla Şinjan Muqam Ansamblining Muqam varisi deb nom bilan atilib kelayotgan naqshchisi ve ikinci qarar İpek Yolu sadasının çempioni mening suyimli inim Kamiljon Jilil. Şundaqla bizning yana İpek Yolu sadası orqali o'zining talantlarini keng jahonga namoyon etgan suyimli inim yosh naqshchi ve ijodiyatchi. Şundaqla ajoyib bir istidodli chalg'uchi Farhod G'aniyev. Hoş geldiniz dostlarımız. Hoş bulduk. Aldı bilen azizler, suyumlik inim Kerem Abbas doğruluk sözleşimiz. Kerem Abbas degenlik yıllar bizden ismimizde bir neçe naqshlar, bir neçe icadi ahanglar ve onun İpek Yolu sadasındaki temkin, görünüşü, yetekçi okutkucu obrazı da görünüşü ismimizde kildi. Ukamның hazır naqsha, muzika ve sanat sahasida qilgan emgeklerden başka biz acayip bir suyunduğun bir işimiz o hem de yeşi tuşu, bilgeler köpüyüp, hayattan algan təsiratları mol bu icadiyet sahasına kadar koydu. Şimdi ama Kerem'de. Doğru. Bunun için yana naitibek suyunumuz sizin hazır kılmış icadiyet sahasında bir neçe eserlerini vücutku çıkarışınga yoki ijodiyat sohasini mengishingga sabab bo'lgan bir alayda bir ish bormi yo'q? Rahmat aka. Maqtovatoz ijara o'tirib ketmay, Fayzulki Abdulla aka maqtaydi, birdan maqtadi deb o'tirdim. Rahmat aka. Hakikaten maqtashdi. Ustoz, savolingizga javob bersam, bu ijodiyat nimasiga qadam qo'yib kelishimda, shu 18 yosh vaqtimda shu Hadam Nurnisa Adam bir deniz çingdim birini öpegen o vaxtda Yamaha Liangchen moda vaxtlarda. Yamaha Liangchen. Şu vaxtda öpegende 17 yaş vaxt mezgillerim bo'lishi mumkin. Shuni chilib, endi men ko'rib olgan burun chag'an akalarimizniki. Shundan keyin ancha-muncha chag'am chilib, ahanglarni o'zimcha bir sizning naqshlaringizni g'ing'ish baxtim. Adamlarning naqshlarini, cho'nglarning naqshlarini g'ing'ish baxtim. Shu g'ing'ish jarayonida nurg'un narsalar haliqi qalliq sinib qilib, ma melodiyat azroq, sizning naqshingizni azroq, buningda azroq qilib, birdan sizning naqshingizni aytib boqaman. Ulablam shu akkordni tutsam, yana bir naqsh kelib qoldi ekan. Shuning bilan shundaq bir narsani qilib, adamga bir naqsh yetmagan. O'zimcha. Ash necha yosh vaqtim? 17 yosh vaqtimda. Oy. 17 yosh vaqtimda. Endi asli buni kommunikatsiya. O vaqtda ham o'ylaqa shunday san'at maktabida qabul qilinib, muntazam nim qilmagan, faqat ko'rib olgan bilganlar. Pakiz hissiyat. Pakiz hissiyatlarlar. Nunisadan beri muhabbet temasida. Tekstini o'zim eshitganman, 17 yosh vaqtimda. To'g'ri. Muhabbet tekstini nimishqilawg'ida vaqtda muhabbet idisi deyman menda. Shunday Bo'ldirib ketdim men. Shuning bilan adam bu naqshni anglab, "Voy, sen pek chiroyli qilibsan. Men bu narsani sana öpəginimga men rozi bo'ldim" deb meni rag'batlantirdi. Uni sahnaga ilib chiqdi.
ustoz Abdukarim Abdulaziz akamizningki itotkichiligida bu naqshni elib chiqdi, chiqqandan keyin oqsanda men bilib turdim. Vaqtim Abdukarim kamla ne tunji uchrashgan vaqtim. Voy, mush ining yozdimi? Nimdoq chiroyli naqsh yozdi bu. Voy, bu kichik turib deb u rag'batlar degan boshqacha bo'lib ketdi men. Shuning bilan mushu sahin nima ijodiyat nimasiga qiziqib qoldim. Shu chaqdagi shu naqsh qaysi ajab? Gül tuzidi yapırqı nada tirvalay aqidam bilan xo'sh demayla ketib qoldigu bu hayotning lazzati nada deb. Voy, shuni sen o'zing yozgan Nurnisa aytgan naqsh. Hammadan bet buning tekstlar yo'q, bir xil lirik she'rga bu lirik she'r. Ajoyib. Rahmat aka, rahmat. Mandashtirma o'yat yash. Amniyatda ijodiyat degan narsa bu jiq suhbatlardan keyin dedi o'qish kerak albatta. Ammo qalbda, qonda yoki hujayirda bo'lish kerak. Bu narsa bo'lmasa 10 yil 20 yil o'qib men yaxshi odamlarga hammasiga arziydigan bir tatlı asarni vujudga keltirmaya bir naqshini yozma deyish mumkin emas ekanchi. Bu umuman bir umum ko'z qarashga aylangan ishga. Yana bir jihatdan men o'zimni o'ylasammi, men 18 yoshda senidan bir yil keyin ekanda. Bir yil keyin qolmadim. 18 yoshda o'zim bir naqshlarni yozib baqqan, muhabbat naqshlarini, taxminda ijtimoiy temlar naqshlarini yozib baqqan. Hozir bunda nima qilsam, endi tamoman bunda deb ketib bo'lmaydi, lekin shu melodiyalarni yana ancha-muncha jago qilib chiqasa chiqdi-da asarlar bo'lganda. Ash pakiz tunji hissiyotlarda u. Manda da men ijodiyatni men yaqindan beri bir necha yildan beri bir necha naqshlarini o'zing orqali yoki boshqalar orqali bo'pmi mening o'g'lim Mustafa orqali bir mukammal bir asarini angladim-da. Shuni bilan ijodiyatda endi hozir to'liq tartib puxta qadam bilan menga o'tib qo'yaman dedim. Hisobda mening o'g'limning haliqi naqshi rasmiy bir mukammal butun naqshi etishiga sababchi bo'lgan bir ijodiyat. Rahmat, shu fursatni berganingizga rahmat aka. Buni nimda aytdi qilqi? Ig'izdan bo'lgan. Naqshida men sizning o'g'lingiz ig'izdan bo'lgan bo'lsa, men uchun cho'ng sharaf bo'ldi. Rahmat aka. Men baxtli bo'ldim. Buni ustiga asli o'zing aytmoqchi bo'lib ketsa u naqshini. Keyin bu naqshini qilib qo'yib qo'ygandan keyin bu ma'lum bir mushtaq Abdulla akam cho'qim mushtaq bir programda chaqirib qolsa aytmay deb qo'yib qo'yganda ko'nglimda. Cho'qim chaqirdi meni deb. Shuningla u yangi naqsha kompyuter tusida to'g'andan keyin bundan bir prost keldi dedim. Keyin Mustafaning bu faoliyatlarda sizning naqshlaringizni aytganini anglab, deb qoldim, to'xta deb. Shundan keyin mush ijodiyat endi bo'yliqi oliy maktabga qadam qo'ymoqchi bo'lgan shu bolalarga mos keladigan bir tekis bo'lib qoldi. Sening bolalik hayoting bilan boshlang'ich o'rta maktablarni qayerda o'qitding? Undan keyin nima kasblarda o'qiganligimda bir siz shandaga. Men G'ulji Mo'g'ul Kranaysi tug'ilgan aka. Mo'g'ul Kranaysi endi G'uljininki chiroyli nahiyalarining birisi. Ajoyib go'zal. Endi men Mo'g'ul Krada tug'ilib Dadamashada xizmat qilgan. O'zi shu yillarda Xanzu tilida o'qigan, adam tarjimonlik xizmatlari bilan shug'ullanib ekan. Opam o'zi korxonada ishlagan. Shuning bilan biz 3 qiz, bir o'g'il ham bilan kichigi. Ham kichigi ham bir tal o'g'il. Bir tal o'g'il. Shuning bilan yana shu Nurnisa adam san'at institutiga o'qib nim qilgandan keyin, xizmatga o'rlashgandan keyin mening naq to'liqsiz birga chiqadigan vaqtim boshlang'ich Mo'g'ulda o'qidim. Shu ta'tilda meni endi Urumchiga taklif qildi o'yin chiqar. Chunki o'zim xizmatchi bo'ldi, maosh oldi, bir tal inisiman, dadam bo'ldirib tegib ketgan. Opam rahmatli bavaqlar. Shuning bilan Urumchiga keldim. O vaqtda ikkinchi adam Nurnisadan keyingisi Fenyoning yinda bir Aynur adam to'g'ri. Gul ugitish shu Saodat muallimninki. Qo'lda gul uginayotgan vaqtlari Nurnisadan biz o'ynatgan bo'ldi. Shu vaqtda men yana shu day ovoz naqshlar yangrab turgan aldirayman-da. Bundan boshqa ishim yo'q. Bundan boshqa ishim yo'q. Shu Fenyoda degan naqshlarni qo'yib ketdi. Shunda men kirib, kirsam, shu cho'ng artistlar borda aylanib xizmat qilayotganimiz avarqamada ko'rib chiqsam bo'ldi dedi. Kirganimni bir shamol urdi uning ichidan meni. Shamol nayt salqin. To'g'ri. Shunga ajab chiroyli ekan bu dedim. Bu vaqtda juyanni o'qimayman, ishqilib artistlar turdigan yal deb bilaman ekan. Men kirib ustozlarni ko'rdim. Yana bir parangishish yoki bir u vaqtda telefonlarimiz bo'lmadi, rasm tushirish. Lekin o'tasqanda o'tirdiganda, qo'psqanda qildiganda degandek bir hissiyotlar bilan bo'ldi. Ashuna diqqat qildi-ku. Diqqat qildi. O lekin sizni uchirtamidim. Shu vaqtlardan oldirash o'xshaysiz program ilib. Abdulla akamni bir ko'rsam bo'ldi deb.
uchirtamadim xeyli vaqtlarcha. Andan keyin qaytib ketib to'liqsiz birga Mo'g'ul Koreyaniki 4-chi o'rta maktab kirdik. Kirib bizga yeni kitoblarni taqdim etib, o'zimizniki beshini o'tgan. Birinchi kun dars boshlamaydi. Kitoblar bilan tanishinglar debdi. Kitobni tanishib o'tirsak, eng kichik odam to'liq birinchilikda miti ishini chekibdi. Men sinf boshlig'i edim. Ishni olsam shu odam, "Voy sen tayyorlik qil, Urumchida o'qiyotgansan" dedi. Ha, tuyuqsizlar. Ha, tuyuqsiz Urumchida o'qiysan degan gapdi. Men bakchong mukofotda u. Qanday qilsam, adam opam bu telefon qilibdi, sen tayyorlikni qilib, "Aytmoqsanki, bo'lmasa dars o'g'irmay ekansan." "Nega o'qiydi ekanman?" dedim. 14-chi o'rta maktab sobiq hozirgi Gavjidonshi. Shu vaqtdagi sobiq 14-chi o'rta maktab. U vaqtlarda biz aka shu 14-chi o'rta maktabniki Maynur Qosim muallimniki shu o'quvchilarningki programmalarini, gulg'unchilar programmalarini naqshlarini tang o'rganib aytdik. 14-chi o'rta maktabda chiqqandan keyin bu zot qanday maktab yada bizga. Shuning bilan keldim, nihoyat hayajon bilan keldim. Juma haftaning 5-i. Tushdan keyin keldim. Kirib akirdi meni sinfga. O 14-chi o'rta maktab shunchalik bir chiroyli. Kirdik o'dil binoga, sinf mas'ulim to'liqsiz 1-yillik 3-chi sinf, ya'ni san'at sinfi ekan. San'at sinfiga mening alohidliklarimni deb nimqa o'xshaydi kirdim. Kirsam ingliz tili darsi o'tibdi. Haftaning 5-i 2 soatlik darsda birsi ingliz tili ekan, birsi kasb darsi ekan, muzika nima qilgan. Bu saboqdoshlarim bir-biridan chiroyli ratlik ballah. İngiliz tilini so'zlayotdi. Men qanday qilay jinim aka bu yerda Alashani o'qib bo'lsa kerak dedim ichimda. Shuni bilan kirsam ustozimiz, muallimimiz ayni muallim ingliz tilida G'o'jidan kelgan saboqdosh dedi, shu vaqtda dars bo'lgandan keyin men tonishtirish o'qimayman, darsni o'tirdim bo'lmaylar, men oqdim o'tiring dedi. Kirib o'tirib, eng oqida o'tirdim. Shundoq beshimni ko'tarsam bir tal televizor turdi. Sinfda. O vaqt bizningki Mo'g'ul Koreya sharoitim yaxshi, lekin ko'p oilalardami undaylik televizorlarniki rangli umumlashib ketmagan vaqtlarda sinfda bir toza boy sinfganda bu sinfda televizor eslatgan ekan dedim. Shunda ingliz tilini o'tyaptim, men bir eg'iz gapni tushunmadim. Shundan keyin tanaffus bir boshdan qardim. Mushtaq 10dan sanab kelsam Abdulaziz Sattar o'tirdi. Kichik bola emasmi? To'lib qolganmi uni? To'nib oldim. Mushtaq qarsam Abdulaziz Sattar o'tirdi. Abdulaziz Sattar, ha, bu mening saboqdashim ekanda. U vaqtda Abdulaziz Sattarlar degan bizniki qalbimizdagi cho'lpon, bola cho'lponlarda. Shuni bilan men qattiq yaxshi o'qimasam bo'lmaydi-ku deb o'yladim. Shuning bilan tanaffus bo'ldi. Men bir zallarni aqtirib baqaydim. Zalga kirib yana bir sinfga beshinimda o'tirsam, yana bir televizor turdi. Ha, har bir sinfda bir televizor bor ekanda, nima degan o'qitishlar yaxshi bu maktabniki. Ha, dedi. Texim yaxshi o'qimasam bo'lmaydi-ku deb. Shundan keyin maydonga chiqqan bo'ldim. Maydonga chiqsam, o vaqtlarda bizning cho'ng sinfdagi Dilara Abdushkur, marhaba qatorliq bizning cho'ng sinfdagi olim, bu daqiq sizningki Jampan olim. Olimlar shu 14-chi o'rta maktabning yuqorilikdagi sinfning bolalari ekan. Bularni ko'rib turdik. Bularni ko'rib, voy, men o'qimasam bo'lmabdi yaxshi deb nihoyat hayajonlangan bo'ldim. Endi maktab tarixim shundoq davomlashib, keyin o'zim tan tarbiyaga yaxshi bo'lgandan keyin sinfda olqishlarga erishdim. Naqshlarni aytdim, sinfdagi bolalar meni yaxshi do'st qildi, og'in qildi. Shuning bilan yaxshi o'qidim maktabda, muallimlarniki. Undan keyin to'liq o'tirdim, Urumchi shaharlik 14-chi maktabda o'qib bitirib chiqib, undan keyin mening asli radio televiziya axborotchilikda o'qigim bordi ko'nglimda. Lekin o'tamadim oliy maktab imtihonidan. O'tamay, endi nomerim yaxshi, biroq nomersizlik shu vaqtlarda yuqorib ketdi degan bahonalar bilan Şinjan Üniversitesi'ne ötenmey. Apla dep çünkü sanat institutunun men şu imtihanını bermegen, öğrenmegen. Şunun için jingişi qilib o'qib turdiganga, keyin men shuni to'liqlaydiganga, to'liqlandik. Ana mening natijam yuqori bo'lgandan keyin shu yillari 400 necha olib ekanman. Tabiiy Chunki o maktab mudirlari ko'rib, o o'qish yaxshi ekan bu bolaniki, kasbda yetaklab mang'ul bo'ldi deb bir sinfga akirdi meni. O vaqtda menga ko'nglim Urumchilik bo'lib qolgan vaqt. Urumchilik bo'lib qolgan. O'ta to'g'an dedi vaqtlar. Kirsam komil o'tirdi qarab. Bular degan ondan taxminan 2 hafta, 3 hafta bo'lgan dars boshlab qo'ygan. Men chaqiriqlarni saqlab endi sinfda. 10-9-ni oxiri keldim. Qaysi sinf shu? Ha? Qaysi? O shu 2004-yilda. 2003-yilda Boyan, muzik urulash, muqam bilan muzik urulash birlashdi. Shuni kirsam komil o'tirdi. Andan keyin Lala deb pianino chaldi. Jazunun qizi
bu ağaylar bilan ko'rishib qoldi. Vaqtida Kamillarmi shu sinfga yeni kirgan o'quvchilar kelib to'li yo'q. Kamil bir kiyiklikka ovoz tom qo'y ders o'tadi. Hozir oqsasgan deb maktabga kirgandan keyin siz yeni bir sinfga kirgandan keyin men sinfning yomoni qaysi deb o'ylaymiz ko'nglimizda olgan bo'lgandan keyin. Kamil kaman yaxshi tushib ketgan. Kamil degan o'tirib men keyin o'tirgan vaqtlar Ya, hamma yana bir saboqchimiz bor edi Nurali bapa. Ikkisi degan endi qarsam, ish buzdi qaraq, mushkisiga. Bunday qilib mushlar bilan ag'ini bo'layman deb kirib qilsam, shundan keyin paranglashdik. Kamilning Nuralining tantarbiyaga qiziqishi ekan, biz to'p o'ynagan bo'ldik. Shunda san'at institutida o'qishimizni tamomlagandan keyin Kamil muqam ketdi. Men taklif bilan Xinjiang televiziyasining bolalar programmasi tishildim. Birli güneyli programmasida hanzi so'ng go'ng shularmi. Mushki qilib to'shqanchaqniki Nadira Shokat chiqadigan. Shuningda Beijing Yuelan muzika akkordlashtirish shu xizmatlarni qildim. Keyin hozir o'zim Xinjiang sahna madaniyati kichik shirkatida shu Markaz Xalq radio stansiyasiniki programmalar bor, radio programma. Shu xizmatlarni ishlab yuribman. Ancha-muncha siz aytgandek naqshlarni ishlab aytib shu kechirmishni yuribman. Noit ixcham, noit chaqqonlik bilan mana Kerem Abbasning qisqacha tarixi bilan tanishib chiqdik. Hamda qaytadan bildim, asli tantarbiyadimi alayligim. Tantarbiyadimi? Men asli futbolchi bo'lish orzuyimni cho'nqirdi mening. Futbolchi bo'lamasligimda sizning bir naqshingiz sabab cho'kib qolgan. Deb o'ylayman, bak cho'ng sabab emas. Futbolni tepib, osh naqshini anglab, hayajonlanib ketib, siz o'zlashtirib aytgan Roy Martin'ninki Go degan naqshni siz shu bir futbol Urumchida cho'ng ko'lamda bir musobaqani o'tkazganda siz shu naqshini mashinaning tepaga chiqib aytdingiz. Onunki lentisi bizga men Nurnisada menga eng yangi narsa bo'lsa avat birdi. Shunki men angla Abdulla akamiz mana naqshini aytibdi dedi. Anglab u hayajonlanib tang aytib go deb. Shu yili futbol musobaqasi qoldi. Maktabninki men o'zim shu demisida radio bo'limida ishlaydim. Shu dengizni do'yinda aytdi vaqtida go-go'ni aytgan vaqtida. Saldoq go-go'ni qo'yib qo'yib musobaqa qo'ydik biz futbol musobaqasi. Naqsh chiqyotdi-da. Bir yoqdan naqsh chiqyotdi. Hayajonlanib top degan tepkinimni bilaman. Shuning bilan bir kelishmas qilib putum sunib ketdi. Shuning bilan bu naqsh bilan munosabatli bu putum sunib ketishi. Shuning bilan putum yig'ib qo'ydik. Sen ortiqli qo'ydim. Shuning bilan putum sunib ketgandan keyin to'plamni yaxshi tepamidim. Ayaydigan bo'lib qoldim. Undan keyin Shabay degandek putumni sundiryaptınız. Putumni sundirayotgandan keyin meni naqshchi qilib tarbiyalab, mana bugungi kunda sizning oldingizda gap qilib o'tirib. Siz qilaligidek naqshlarimizni diyaligidek sharoitga erishibdimi? Men bundan baxo'sh bo'ldim. Rahmat. Ishqilib, sen meni qanchalik yaxshi ko'rsa, men bu bilma, lekin men qanchalik yaxshi ko'raman, sen bilasan. Ajab omroqman sana. Nimishqa desam, bu shu fikrimiz kichik vaqtdan tortib biz bilamiz ham Nurnisa singlim o'zi beqib cho'ng qildi desam bo'ladi seni. Shunda o'zini oldiga aka o'ylabmishadi, o'qitib degandek. Ammo bak yaxshi cho'ng oldan uchun sen yo shu texmi bola vaqtidagi tarbiyani aytdi. Muhim buni hammamiz bilamiz. Aytdi muhim o'rinda turdi, albatta yaxshi tarbiyalangan bir oilaning bolasi bo'lgandan keyin. O'sha kelgandan keyinmi yaxshi cho'ng oldi. Bir qadamdan. Shomamda yosh bolaning havaslar bo'ldi, orzular bo'ldi, shuna ichida ba'zi o'tatir mevib qolgan ishlar bo'ldi, lekin bizning ko'zimiz ko'rib cho'ng olgan bola bo'lgandan keyin durust cho'ng oldi. Adab, axloqliq deb ashunday suyunimiz qarasa. Mana hamda sening o'sha yaqin qizlardan beri bu san'at sohasida o'zingga tushliq qo'lga keltirayotgan natijalaring bilan suyunyapmiz. Rahmat sizlar. Bulabmi taxi men yaqindan beri natijalarim qo'y hamma odamga ayon. Sahnam degan bir sahnam desapti bu. Hozirgi o'zingizning shirkatining nomi shunday. To'g'ri, shirkatning nomi shu. Shu chaqda buni sahnam deydigan bir rost sahnadan birini qilgan. Kichik bolalar uchun. Bolalar uchun, o'quvchilar uchun. To'g'ri. Shu sahnam bilan bir kichkina tunishsaqda. Sahnam bolalar festival deb shu 5 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan atrofdagi bolalar uchun masalan 6-oyning 1-kuni Xinjiang televiziya stansiyasi, Urumchi televiziya stansiyasi qatorliq cho'ng taratqularda bolalar programmalari ilinib boradi. Lekin onun da boshqa vaqtlarda g'unchilar programmasi obodaydi. Buningda bolalarning Tangirtog'ning janubiy shimolidan
Nurg'a o'quvchilarniki kelib qatnashqusi bor, lekin vaqt sharoit o'qish vaqtlari bo'lib qolg'achqa. Chunki men televiziya stansiyasida bir mezgil takliflik shu ishlash jarayonida bularni his qilaman. Shundan to'xta deb ta'til mezgillariga o'rgatib, shu balalar uchun bir sahna qilay deb ko'nglimda naqshlarni ijodiyatlarini, tekstlarini ba'zini o'zim yozdim, ba'zini shoir do'stlarimiz yozdi. Tekstlarni qilib shu vaqtda degan bir hikoya borki, Shohnozning bunaqasi bor ekan deb bir endi esim kelyapti. Shuning bilan shu balalar programmasini kechiligini qildik. Nayt undan bo'ldi. Shu asnoda ana deb bir temadagi naqshini do'stimiz Alishir Jaloliddin yozib bergan. Bu tekst bak chiroyli, bak go'zal bo'linib ketdi. O'ltirib o'zimdan mening opam tugab ketgandan keyin ichimdan texim tep bitar ekan. Yozdim, yozib shuning bilan siz bilan aloqalashdim. U vaqtida yaqinqi yillarda siz bilan uchrashish fursatimiz ko'p bo'ldi. U vaqtlarda siz "Voy, yaxshimi inim?" deb, "Aka, yaxshimi?" deb sizni bir ko'p parangiz fursatda tantirab urdim telefonni sizga. Esingizda borki, urib Mr. Shahnozga bir aytgan bo'lsa deb. Chunki Shahnozniki naqsh aytgan bandasini olgan ovoz bek chiroyli bo'lgandan keyin berdim. Keyin bu naqsh menga siz ovozga ip bo'lib qaytirib akab bergandan keyin bu naqsh ba'ziga Sidors qaytilib ketibdi buniki. Ey anam degan yeri o'tirib ketdi. O, bu baxtli go'zal bo'libdi. Endi buni bu mening ijodiyatim bo'lmay, bu Abdulla akamning bo'ldi deb sizdan masala so'radim. Esingizda borki, urib aka buni bak chiroyli qilibsiz. Men normal naqshdan bir bilsam Abdulla akam uni yig'ib yo'gab boshqa bir chiroyli naqsh qilib qo'ydi. Balkim do'stlarimiz anglagan o naqshini. Bag'rida anamning iliq mehri bor, anamning degan shu naqshini. Sahnamda aytildimi? Sahnamda aytildi. Vaqtida bu Shahnozlar kichik bolalar hozir bo'ylar bizlar tam bo'lib ketdi bolalarni o'sib. Shu kechilikni qildim. Ondan keyin oliy maktab o'quvchilari abay siz degandek sen bu yaqinda naqshlarni aytding, ancha-muncha o'zingga tushliq tomosha bildiran bor bo'ldi degandek. O'zim tushliq oliy maktabda o'qiydigan ini-singillarimiz naqshlarimni yaxshi ko'rib, ancha-muncha men bilan video qatorliq aloqalashgan bo'lib, aka, "Ma naqshin qandoq bo'lar, a naqshin qandoq bo'lar" deb xuddi bizning sizdan so'rag'imiz kelgan savollarni ular bizdan so'ragan keyin to'xtab, bu savolni men Abdulla akamlardan, cho'ng ustozlardan so'rag'im keldi. Ajab deb, men endi sal bir o'zimni tutib oldigan yerga kelibdiman. Chunki o anglovchilarimiz bizni tarbiyalaydi ekan. To'g'ri, bolalar cho'ng qilyapti desizlar. Bizdan cho'ng qilib tepaga mangayotgan ekan, to'xta deb oliy maktab o'quvchilari uchun maktab hayoti deb aniga oldirib, shu o'quvchilik kinishkisi borki, maktabda bilim olayotgan o'quvchilar uchun har xil kasb doktorlikda o'qiyotgan, mayli nunda, mayli boshqa maktabda o'qigan, mayli san'at institutida o'qigan bolalarning o'zinglarning asringlarni bizga yo'llanglar to'rdan deb yo'llag'izib, u vaqtda sizningki Abdulla muzika attartadiki Merdankam, ishki Merdankam shularni chaqirib muzikaga baho bergizdiganga, chunki o'quvchilar bizga to'rdan asarni aytgandan keyin akkordlashtirish, muzika jihatlardan o'zim yolg'iz qaror chiqolmay deb shu aktyorlarimizni taklif qilib akilib anlatdim Luyimpongda. Ma muzikasi bo'pti, ma bo'lmabdi, mani o'ngishsin deb shu Merdankamlar yordam berdi bizga. Qilib bu kechilikni vujudga chiqardik, 3 son o'tkazdik, bolalar san'at kechiligini 4 son o'tkazdik. Yana davomli planlash bosqichlarda shu vaqtlarda mumkin bo'lsa sizningmi meningki choyxonamga berib bir o'ltirib shu bolalar bilan bolalar naqshlaringizni o'zingizningki bolalar naqshlarni birga o'rindab qilishingizni hozir shu ko'rarmanlar oldida bir va'dingizni avasam degan Yomayam tutdik bu. Siz emassiz. Jarachiga achchiqlik emas, buziliq qildi deyman. Abay jutingizning ilanini berib oldingiz. To'g'ri qazmayadi. Sarkarda alkuyar yurishlik ishbostlari hayotimning har faslida menga hamroh. U o'zidagi safliq va samimiylik bilan izchil turmushimda muhim rol olib, men bilan birga hayotimning har bir kortinusida o'zgacha bir ma'no bo'lib keldi. Sarkarda ishbostlari tish va tish milk to'qilmalarini qo'g'daydi. Eg'iz bo'shlig'idagi moddalarning g'ayri puruqini yo'qtadi. Sarkarda alkuyar yurishlik ishbostlarini hammanglarga tavsiya qilaman. Sarkarda yurishlik ishbostlari, Sarkarda. Tish sog'lomligiga ahamiyat berish u bir mas'uliyat. Tishning sog'lomligi tan sog'lomligining kafolati. Uzun yillardan beri tish asrashdan iborat bu muhim vazifani Sarkarda tish doktori tish pastasiga topshirdi. Shundaqla uningdan ko'zlagan nishonimga yetdim. Yuzingizga eng yarashidigini illiq kulkingiz. Kulkingizga yarashidigini durdona sog'lom tishingiz. Tish sog'lomligi masalasini men Sarkarda tish doktoriga topshirdim.
Serkerde çiş doktoru yürüşlük diş pastillari. Seni işlerini burundan tatip, o dep kelime. Yaxşı işlerini burun kichikroq qilgan bo'lsan, keyin cho'ngroq qilgan taxmi. Biz bu ishlar yaqin turmiz. Bu mening va'dam. Endi undan boshqa biz hozir yana Kerem Abbas desa dedik, boya bir asarlar, bir naqshlar ismimizga keladi. Bo'pmi? Men deb o'yla degan naqsha. Shundan baracha yosh bolalarning esiga birinchi o'p keldi. Kerem Abbas, men deb o'yla, Kerem Abbas deydigan bunda bir narsa bor. Bu naqshlardan keldi deb. Bu naqsh qanday? Lekin bu Kerem Abbas deblo tushungan biz. To'g'ri. Shuning bilan mush to'g'riliq bir deb so'zlaysiz. Rajab yaxshi so'radingiz aka. Sizning oldingizda ekran oldidagi do'stlarimizga bir tushuncha berib olsam. Nurg'un to'rladimi, dudam taratlarmi, kamilan bo'ldi. Bu naqshini asli bizningki qozoq millatiningki naqshi, ya'ni Qozog'iston tarafdan kirgan bir naqsha. Buning asl temisi qozoq do'stlarimizning ko'p sonlikilari, mundaq transportning temisidan keyin esi keldi. Seg'inish beshigi. Seg'inish beshigi deb nayt danliq yozuvchi adam yozgan ekan bu ikkisini. Muqaqalima Xatoyev bilan To'lagan Muhammadova. Shu ikki Qozog'istondagi danliq olim sifat shoir adamlarningki nemisi ekan, asar ekan bu. Shuning bilan bu naqshini men burun o'zim g'ujudim bo'lgan ekan, men qozoqcha yaxshi o'ylayman. Men bor bo'y mening bunda keremetmen. Qozoq do'stlarimiz bilan yaxshi paranglashib olgandan keyin bular "Voy, sen qozoqcha yaxshi o'ylaysan-ku, sen qozoqpa" dedi. Men qozoq emas, men uyg'ursan. O'ta keremet. Endi biz shu yerda qozoq do'stlarimiz bilan birga o'ynab, qozoq tiliga pishib qolganman. To'g'ri. Shuning bilan bular bilan ko'p paranglashib olgandan keyin do'stlik o'rnatdik. Muzikant bolalar bilan o'tirib biz o'zimizning yaxshi narsalarimizni, sizning yangilarsiz otlag'imiz bunani aytibdi desak, "Voy, bizda bunaqa bor" deb javob qilib, qo'ya men qozoq tilida javob qilib, shuning bilan mushu naqshni avatdi. 60-yillar o'rlangan ekan, bir ayol kishi o'rindabdi ekan. Men deb o'ylatdi tat reggae uslubda qilgan buni. Shu chog'da bu men deb o'yladigan bu so'z menga bak ta'sir qilib ketdi. Shundan buni g'ingshib tushdim. Keyin buni anglab, "Sog'indim qo'y dedim degandan keyin "Serinishgan bu yillar" deb yozib baqdim tekisini. Yozib, endi buning uslubini uslubni men mana to'tdan to'tlikka o'darga tatib, shu qozoq do'stimiz bilan men shuni aytqim kelyotdi desam, "Voy, bo'ldi bu chiroyli naqsha, sen nim qilaylik" deb bu qozoq do'stimizdan birga shu pastki iskropga kirgan yerlarini o'zimiz aslisida yo'qdek qitib qildik. Qilgandan keyin shu Yulg'un studiyasininki Jula deb bir programmasi bo'ldi. Shuningda shu rejissor akamiz Ilikam naqshlaring bormi endi erkagan deb qildi. Buni ba'dim berganda, chunki so'zi muzikasi deb u vaqtida u asar egalarining ismini topolmay Qozog'iston deb asarlashtirib, andan keyin o'zlashtirgich Kerem Abbas deb yozib taqatgandan keyin buning boshida CD-ni taqilib ketdimi? To'rlarda bu kim itbak olinib kelib, "Men naqshini aytdim, menga aytib berganlar bor, sening ovozing o'xshayotgan, ajab chiroyli aytilibdi" deb, "Voy, buni men aytdim" deb, keyin u surati jiq tarqalmay, buni CD-ni ustiga jiq taqilib ketdi. Taqilib ketgandan keyin endi jiqma bizninki o'zimizningki do'stlari, qurdoshlari bizni Kerem aytgan bu naqshini faxrlanib anglab qildi. So'rim degan bizim Kerem aytgan o'zining ijod etgan degan gap bo'linib qoldi. Bu gapni o'zimizning ixtiyor bo'yicha davr degandan keyin bu yerda bir necha shu oliy maktab o'quvchilarida bo'layotgan ish o'xshaydi. Voy, bu bir qozoqcha naqsha deb ularning to'g'ri. Endi keyin "Alloh sidisni yo'q bu mundaq" deb azroq ixtilof bo'lib qoldi bu yerda. Ixtilof bo'lgandan keyin mana to'g'rida bir do'stimiz mushtaq bir ish bo'ldi. Mushning bir tushuncha bersangiz degandan keyin men Weibo'ga yozdim. Asli buningki Xinjiang nashriyatida nashr qilingan bir lentga deyman, ismi bo'yicha qonunli nashr qilingan lentga chiqqan asli asar egisini ismini topolmayman. İşte Qozog'iston deb o'zlashtirgan deb aniq yozgan qozoq do'stlarimizningki to'g'ri tushunishini umid qilamiz. Buni xalqning asarlariga mening davolim qilgan ishimiz
azaldan qilmaymiz sizlarning tarbiyalaringlarmi shu aytimiz yaxshi ko'rsak aytimiz masalan dunyodanlik Michael Jacksonning naqsini nurg'un odamlar aytdi lekin yaxshi ko'rsak aytimiz asar egisini cho'qim hurmatlagan asosda qilishimiz kerak lekin asar egisini hurmatladim deb bir tushuncha bergandan keyin qozoq do'stlarimizmi men densan qilib ayrimga qilib voy ag'a o'ta karamet yaxshi aytibsiz deb siz bilan yaxshi do'st bo'laylik deb ana shu naqsh tüpeydimmi 6-7 yangi qozoq miltidan do'stlarim bor meniki 7 ayonlarda salomlashib tug'ilgan kunlarimizda xumbo etishib qilamiz endi bu naqshida işte abay parat so'ragandek Qozog'istondan arz qilibdi u bo'pti degandek gaplar bu endi ep qochdi gaplar bu yerda hech qanday ep qochdi gap bunda islomi bo'linib boqmadi lekin lekin shu Qozog'istonda turib nim qilgan bir akamiz mishada tijorat qilgan akamiz voy bak yaxshi aytibsa shu yerdagi nimalarni anglab bak xo'sh bo'ldi sana bir uyg'ur yigiti bizning naqshimizni yaxshi ko'rib shundoq chiroyli o'rindabdi deb bu naqshga yaxshi baholar bo'ldi demak mushu naqshi bahonasida bu naqshim o'zim chiroyli naqsha mushu bahonada shu asar abturg'im rahmat aytib olaman naqshim chiroyli mangdi do'stlarimizmi yaxshi ko'rdi men hozir bir yalak bo'lsam mush naqshini boshqa yangi naqshlarni aytaman desam men deb o'yla deydi lekin bu men deb o'ylan desam tarafda komandaki yaqin do'stlarimiz cho'shib taqasa ba'zida do'ying deydi uni buni chiqib ba'zan nim deydi bu balon mush naqshdan boshqa naqshi yo'q deb shunda ko'nglim yerim solada endi ma'lum asrimiz ma'lum naqshimiz yoki muzikimiz ko'proq odamlarga ta'sir qilgan ularni diqqatini tasgan deymiz endi shu orqali o'zimizning asarlarni texnik keng taqitishga bir yo'l ochamiz mana naqsham bo'lmasa yana birini ishlayman oxiri birisi yarasin deymiz endi mushu asarning mayli sen uni o'zgartish kirgizdingmi endi o'zgartish kirgizma yoki qanday qilib tekstni ozroq yozib jabdi sening ovozingda chiqqanini ya'ni biz albatta bir ijodiyat jarayoni deb o'ylaymiz chunki mayli qozoq qarindoshlar bo'lsin uyg'ur qarindoshlar bo'lsin hammamiz bilamiz naqsh aytish o'zi bir ijodiyat jarayoni buni ijodiyat emas desak bo'lmaydi bu balkim ikkinchi qatimliq ijodiyat yoki qaytalanma ijodiyat jarayoni degan bizning o'rganganlarimiz ichida yakunlarimiz ichida shu bor albatta bu ijodiy faoliyat shunga mushu ijodiy faoliyatni sen ko'zlagan maqsaddanmi ustunroq bir ta'sir qo'zg'ashni o'zi bu yerda san'at hodisasi o'ldicha bizdan jamiyatimizda shunda bo'lg'achqa bu inkas anday kuchli bo'lib ketdi nurg'un vaqtda kishilar ma'lum bir san'atda bo'libmi boshqa narsani biz bilmaymiz bu san'at ichida o'zining nomi uchun yoki bo'lmasa asarlarning yaxshiroq bir unumga erishish uchun ba'zi ishlarni o'ydirib chiqardi masalan seninga o'xshash o'zi yozgan naqshini boshqalarning nomida yoki boshqalarnikini o'zining nomida e'lon qilib bunda bir g'ulg'ul qo'zg'ab keyin tushuntirishdi bu ish bundoq tabiiy bo'lib qolgan ish kerak bo'lmasın ish anandan boshqa o'zlashtirib aytish burundan tortib bor shuning o'xshash bu naqsh aytishmi bumi bir fan endi deyishdiku izlanish kerak bizga yaragan bizga ko'nglimiz arzigan naqshlarni texnik ko'proq bizga o'xshash maydondagi yoki ta'm sezgisi bizga o'xshash yaqin keladigan do'stlarimizning ta'mi uchun o'zlanish sunimiz jumladan bizmi burun aytgan u chog'da texnik avtorlarni eskartish deydigan hukmlar kamroq bizga kichik vaqtlarimizda o'rganib bir aytib chiqaraveradigan vaqtlarimiz bo'lgan keyin bizlar hamda naqshchilar qatorasiga o'tkazib turganda buning egisi va bu kimning naqshi o'zadi degan gaplar bo'ldi hozirgi jamiyatimizda ham nima egilik patent huquqi masalasi chang surishti qilayotgandan keyin bu yerdan hozir hamma narsa izg'iratlatiga tushib ketyapti kelgusi taxmin yaxshi shunday bo'ladi undan keyin ham bir kuni bunday tursam bana bir uchir keldi aka men dadi bo'ldim bu kuni men bak jiddiy bir xizmat etdim ammo shu kuni bu bo'lish kerakda shu kuni mening undaq dagadi esimda qoldida u kuni Kerem Abbas ashadi bo'lish kerak lekin u kuni yo'q birlardan ma'lum bir jiddiy ishlar chiqib qolganligini xabar topdim uchir topdim lekin unda ishni cho'qim bundaq deyish bo'lmaydi ekan an'ana bo'yicha shunaqa men bu to'liq xabar topmabdi ekanman mazmunidan shu kunki ishimiz yarimlashgan vaqtida aka men dadi bo'ldim men xizmat jarayonida qisqalik qildim muborak bo'lsin deb xat yozdim endi xabarim bor
singlimizning ig'ir qat ekanligidan. Biroq kunlarni unda qalqi qaysi vaqt to'g'ri kelganini bilmayman. Demak hozir mushu ukam dada mush tapdi mush qara. Dada jumi mush. Dada bo'lib ketdi. Bizning hali kichik ukamiz hozir dada bo'ldi. Ko'rdinglarmi? Yosh turdi Kerem kam. Yosh, Kerem ukam yosh turdi. Sen bunu keşfedin. Yetişeye de çakçak kuytup, yetişeye de çakçak kılıçıp kuytuk özlerce. Muşlarlıkı sizler qarsak bizlarki mangu kichikda. Boshqa desa kichik vaqtdan oldin tatib bizga ufka bo'lgandan keyin mana ufkam deb kelib keyin hozir o'ylasak dada bu bir darajasi biz bilan tang bo'ldi. Adam bo'ldi. Hozir rasmiy adam degan bir xeyli jiq biladi degan gapda tajribasi bor. Şuna şu hazır dadı buldum. Bu farzandimizning Kerem Abbasning finsizlari yoki havaskorlari albatta sening bu shunday inchki taraflaringni tushungisi bor. To'g'ri. Bu bola tug'ildi. Hozir qanchalik bo'ldi? Uni tasmikan nima? Bola beqish tasmikan. Qisqasi bola ota bo'lish jarayoni oti bo'lgandan keyin turmushindan keyin qanday unda o'zgarishlar qo'limga ravob bilib boshlayman. Rahmat aka. Shu vaqtda bolam tug'ilishdan burun kamilan men qaragan baldiroq farzand bo'ldi. Tajribalari bor. Buni bilan yerim ko'chib paraqlasam, bu o'ziniki shunchalik vaqtdagi dada bo'lish tajribalarini men so'zlab berdim. Undaq bo'ldi. Endi ayolim ikki qat vaqtida bu bir yerlarda ol ko'p uzun o'tirib qolsam bu mang hozir tez qayt kashqasi bo'lmaydi u bu degandek tarbiyalanib qilgan men. Ilk bal tug'ilishdan burun qiladi. Ondan bolam shu sizga uchur yozgan kunimda 12-oyning ikkinchisi ko'z yordi, xush bo'ldim men. Endi har qanday o'g'il bola bolasiniki o'g'il bo'lishni umid qildi ekan. Men har qanday nurg'undan so'rab baqdim. To'xta. Xo'p. Bal to'g'riliq ketyapmiz. Sen ig'zingdan chiqarganmi? O'g'il bo'lgan bo'lsa degan gapni. Men ko'nglimda qiz bo'lsa deb umid qildim ko'nglimda. Lekin endi men birinchisi o'g'il bo'lsa, ikkinchisi qiz bo'lsa deganni o'ylagan. Bir şeyde gap kısırıp koyuyorum. Bir şeye kelgende bir sorun oturak kaldı. Biz oturak bu ayal iki kat az kalkan vakti. Benim çoğun balam kızdayım da. Boğan ki bunu da sordum ben. Kanda keyfiyattan senin ki oğal tuğlalık tarafı mı, kız tuğlalık tarafı mı desem bu. Meyle nim bu selamet tuğulsılam dedim. Bunun ben vukuludum şuradan. Çok ayalı kız tuğlalık turdu senin. Kız tuğulağını yaxşı. Kız dadaga biz kız perzentine kanda bulduğalıqın sen tug'ilgandan keyin qo'lingga olgandan keyin anda his qilsa deb buni desam ha dedi keyin bu bola tug'ilib 2 kundan keyin bir hafta o'tgandan keyin ada seni digini kelib birdan hozir bu baxt his qildim men shuning bilan qiz bo'lsin dedim lekin endi oilada bir o'g'ilda ko'nglimda endi ko'nglimda o'g'il bo'lsinmi yo deb o'ylab bilin o'ylayapsiz bilin o'ylayapman ankin vaqt yaqinlashgan sari aka sog' salomat tug'ilsgan degan o'ylaydi ekanmiz shuning bilan Qo'lim tug'ildi aka. To'xta. Xo'p, tug'ilmadi. Tug'ilmadi aka. To'xtatdik, tug'ilmadi dedi. Ikki xil tuyg'u bo'ldi odamcha. Qiz bola amroqman dedi odamcha. Qiz bola. Keyin men oiladagi cho'ng oilaga biylik masalasida o'g'il olgan bo'lsinmi degan gapga keldik-da. Her sahar bir erkekni kutib turdig'ini yuksak mas'uliyat. Ammo sarkarda alkuyar erlar yurishligi hamroh bo'lgan har bir kunni men cheksiz mamnuniyat ilkida kutib olaman va to'lib toshgan ishonch bilan boshlayman. Sarkarda alkuyar erlar yurishligi va charch yuyish tuyg'usi qomatimga yanama salofat baxsh etadi. Cho'lponlarga xos sezbidorlikni sizmi sarkarda erlar yurishligidan topalaysiz. Sarkarda alkuyar erlar teri asrash yurishligi va alkuyar mahsulotlari. Chin dilingdagi gapni desam, zodi qaysi qiz bu baqbasa. Qiz bu baqbasa deb o'ylagan. Chunki uka mening ko'nglimda shunday tuyg'u bo'lib boqqan. Bak beshimda o'tgan bu ishchi. Men izchil birinchi balning qiz bol bo'lishini umid qildim. Bu rost gapim. Lekin bu qanday ishga shu? Og'inli o'rtaga vaqtimda o'tirib, o'g'il ola tug'di-da. Deb mana deychi. Men yurkimni tutib desam, mening qizim bo'lgan bo'lsa yaxshi debchi men. To'g'ri. Men rasmiy orzuyimdi. Ondan o'zimga bir tuyg'u bor. Çoxum qız bola tug'ildi debdi. So'ng Shahnaz ashta tug'ilgan. Xo'p, tug'ildi deylarmi? Tug'ildi. Shuning bilan birinchi bolam damdi. Qiz bo'lib tug'ildi, tug'ilgandan keyin akam putqo'li yumshoq bo'lib ketish degan anglayib putqo'lim yumshoq bo'lib ketdi deb anglaymiz-ku. Doktorxonadan bolalarimiz tug'ildi, sog' salomat tug'ildi, qiz bu vaqt tug'ildi degan keyin shunda xush bo'ldim.
Balamni chiqib qo'limni tutqizib qo'ydi. Men nurg'un ota-onalar, dadalar sizlar his qilgan bo'lsangiz mumkin. Qo'li yumshoq bo'lib ketdi deganda men shu kuni his qildim. Tutib balamni shuning bilan shu balang bilan ko'zang uchrashgan u hissiyat u ayrimga uni deb chiqirib bo'lmaymiz-ku ekranda. Shundan dadi bo'ldim aka siz aytgandek. Amdigin chiroyli qizimning ismini Atina davlat tilida Yadyanna deb qo'ydik. Ayolim bilan ikkimiz maslahatlasak, cho'nglag'imi chiroyli qismga yaradi bizga dedi. O'zim opam rahmat qo'yib ketgan, o'zim yolg'iz turmushlarimda ham dadamlar ko'ngil bildi, lekin men o'zim yolg'iz turdim. Keyin oilamda ayolim paydo bo'ldi, kelin bo'lib bizning uyga kirib, ayolim bo'lib kirgandan keyin ikki odam bir sen to'yda bir naqsh aytgan. Endi sen bar deb ayolim. Men endi yolg'iz emas degan bir naqsh. Sen katta odam bo'lding. Shuning bilan ayolimni rahmat aytaman bu xonada. Chiroyli farzandimni tug'ib, mana hozir cho'ng qilyapti. Dadi bo'lgandan keyin ko'p vaqtlarda masalan mening 3 odam bor. 3 odamningki yana bir oilada asralgan, yaxshi ko'rilgan bir kelin bo'lishini umid qilaman. Ham mening balamni qiz bo'lib boqib tug'ildi. O'gandan keyin bu yerda ayol kishini tabiiylab hurmatlash, ularni izzatlash qatorliq bir kayfiyatlar tug'ildi ekan. Qiziq paranglardan Kamil qatorliq aqildirim o'tishindi ba'zi to'yqimga parachandagi ilrimizdan mangay deb tutasak ba'zida voy butun parantaz qizayotgan yer kelganda Farhat deydi. Farhatlar deydi bu gapni. Ko'p parang qizayotganini mang'amsiz deb. Balo uyda qaytayil deb. Ayoldan qo'rqidi degan chaqchaq paranglarni yiqillar. Qilgandan keyin deb qo'ymiz endi bu mening balam qiz bo'lib tug'ildi. Ayolim yana bir oilaningki qizi albatta. Shunga bularni baldur uyga qaytib bular g'amra bo'lish. Mas'uliyat shakllanadi degan. To'g'ri, mas'uliyat shakllanib bundan burun degan aka gapning jingni qilsak Tetladimi, ishxonlardimi, kamillarni to'yqimga vaqtlarimiz muzik chilib, anglab, bir naqshini tutib olsak degan necha sizning 2012-yili qilgan yanchan qo'yingizningkini biz degan fanshi qilib to'xtatib qo'yib, boshqa ketdi. Hozir hay to'xta, buni men kunduzi qilib, boshqa vaqt qilib, oilaga amra bo'lay deb. Oilaga amra bo'lganmiz, ko'pincha vaqtlarda ko'p yig'ilish, o'tirishlardan qolganmiz. Bizning qasddan qag'imiz yo'q emas, ashula yolg'iz qilib qolmasin deb tabiiy aslında bir bu qolib shakllanib qolgan mas'uliyat shakllanadi ekan. Undagi balning o'moqligi, qiliqlar chiqarib tunji kulib berganda rasmiy o'zimizni texmo bundan burun man qilsak deb o'ylaydi. Hozir yo'q deb o'zimizni to'xtatib, undan keyin shu yiching mezgilida hammamiz davlatimizning chaqiriqiga ovoz qaytib uylarimizda bo'ldik. Sizmi Qalmurod akamiz bilan sayfoningizda paranglashgan dedingiz, nəhayət bir güzel bir kun ekan bu deb. Shuningga o'xshash men bu uyda o'tirib tomoqlarni etdim aka. Nima ish qildingiz? Sizni tomoq etamsiz uyda? Yo'q, men tomoq etmoqni bak emas qildim. Bu alayda unachi bu. Payz ishga aka bu. Shuning bilan endi bu vaqtida men o oilaga yordam qiladigan yordamchilarni topmoq tas bo'lib qoldi yechingimizda. Hech kimni kiramagan bo'ldi. Ayolim men bola kichik o'z ko'tirib qo'sqin to'ydirdi. U vaqtda qo'sqinchimizning qo'sqidan ham bo'ldi-ku. Qazan beshig'i boshtaq qaysin solma tuznimi desam tuzni dedi. Anandan keyin yangi o bu go'shtni solib deb qo'rpirnan qilib ayolim o'xshamasam o'xshabdi deb yop keyin o'xshaygan boshqanda bir achamchataga ajdiga keldim. Rag'batlantiribdi-da. Rag'batlantirib, yomonmiga ham ochdi o'xshidi deb yurib meni tomoqni chinolan tomoqni o'xshtirgan bo'lib qoldim. Keyin do'yinglarga chiqardim. Chiqarsam tomoq etib, har kishim qazon beshi o'tamdi degandek bir gaplarni bugun degan undaq gaplar. Shuni o'ylayman, bular tushunchi berdim. Balamning qo'sqini abstoydirib olsa. Men pushkisini qo'sqini to'ydamay qanday qilmayman deb. Men Nima qilgan men tomoq etib yeching vaqtda deb chaqchaqlarni qilishgan bo'ldik. Gapni yig'ishtirib kelsam, siz bizga qaraganda baldur bir otaliq vazifasini ado qilib kelyapsiz. Bizmi shu yo'llar bilan kelyapmiz. Ekran oldidagi paratchanga o'xshash yosh bolalar mana endi mush vazifalarni ado qilmoqchi bo'ldi. Shunga mening shu turmushdan olgan hissiyotim mas'uliyatchan bir odam bo'lsak, turmushimizningki baxtli o'tishiga yaxshi asoslarni hozirlay oladiganmiz deb shu yakunga keldim aka. Aqlliq bola. Rahmat. Fikrlaring joyida, yomon ravon so'zda o'sha bag'an sir yaxshi so'zlaydigan o'tib. Sizni ko'rsam ichilib ketib boramdim yana. To'g'ri.
bu şu öz fikrini çok da joyida tushunishli qilib deyishni o'zi bir san'at. San'atning bir turi bu. Endi hozir so'zlashdik. Kerem Abbas hozir oti bo'ldi, bir oila egasi bo'ldi. Bo'lgan sari o'zining muhabbati ustiga hurmat va mas'uliyat qo'shilganligini aytdi. To'g'ri, hamma qiz yigitlar orasida shunday bo'ladi ishlar. Burun nuqulli bir-birini ko'rish, bir-biriga omroqlik bo'lgan bo'lsa, bir oila qurilgandan keyin mush ikki kishiningki bir-biriga bo'lgan muhabbat, bir butun muhabbat to'y qilgandan keyin oilaga parchalandi. Bola tug'ilgandan keyin bolaga parchalandi. Mush ko'nglandagi bir butun muhabbat bir qismi bola, bir qismi oila, bir qismi ayollarga bo'lgan muhabbat. Balkim shu sening burun faqatla ayolingni deb yuradigan vaqting 3 ga parchalanishi mumkin. Şimdi ba'zi vaqtlarda burunqidek yetishmay qolsa, ayoling bilan qarashdi. Ba'zi ayollar uni o'qimay, "Ey, burunqidek emas ya." O'zgarib ketib nima deb. Lekin bu sening ma'lum bir qisming farzandga mehringning ma'lum qismi mas'uliyatga og'irlib ketganligini bayqamay qolganda sen ranjib qolding. To'g'ri. Sen nihoyatda yana erinmay tushundirsin. Hozir bir butun narsa bachqandi. Bu ikki qismmi shu sening sababi bo'ldi bu. Buni yig'saq yana shu bir butun narsa. Tushundirish to'g'ri keldi. Demak hozir Kerem Abbas dedi keyin o'zimizni besib ololadigan bo'ldik. O'zimiz ig'ir va siq bo'ldik, tamkin bo'ldik degan. Mana shunday masalalarga tutgan muomala, balkim oilaga tushuntirishlar. Masalan buni turmushda yechingdak shunday vaqtlarda uydan tomoq yeydigan odam yo'q. Yana bolaning ishini qilib bo'lib, sen mening qo'stig'imni baqlash och qilish kerak. Shunaqa to'g'ri muomala qilib bo'ldim. Men bu ishni men o'zim qilay. Deyishlari hammasi erlik mas'uliyatning doirasida. Apirin. Shu bana tomoq yetishni o'rganib olsa, qara. Uylar beranglar. Parab shu bola nurg'undan o'rganib oldi. Yani o'ylanmasam bo'lmadi deb az qoldi. Endi bu fikrlarning orasida ayolim jafo tortdi. Uningmi shu tatgan jafolarga bizning oila uchun chekkan azoblarga tug'ut jarayonida rahmatimni aytma degan gap bo'ldi. Xo'sh, biz bugungi paranglrimizda intayin xushallik topdik. Men bak mamnun bo'ldim. Amniyatimiz sizlar bilan davomli shunday ko'rishib tursak deb ko'nglimizda o'ylaymiz, lekin bizning ishimiz sizlardan cho'ngroq. Demak, mas'uliyatimiz kundan kunga ish berayotgan sabab tufaylidan yoshlarimizning degan yerdan chiqolmay qolamiz. Masalan, chaqaga yerga borolmay qolamiz. Balkim vaqtning qisqaligi, salomatlikning shu kun yaxshi bo'lmay qolishi sababli. Nur Nisa Abbas albatta bizning hammamiz yaxshi ko'radigan sonimiz. Menga nisbatan son, asliga nisbatan hada ustoz bizning Shinjonga tunilgan hozir biz nayt sharaf bilan Naqshxonishi deb ataymiz hurmat bilan. O singlimizning mening ko'zimga issiq ko'ringan taraflari bir haqiqiy bir ona. Eng oldida mening ko'zim ko'ringan bir haqiqiy ona nima desa, Kerem Abbas emas, Aynur qatorliq mush bolalarning üst yetilish jarayonida az bo'lmagan onalik, otalik hatto ustozlik burchini, mas'uliyatni hamda kuchini yetishcha ado qilib kelgan bir qiz. Shu Nurnisa Abbas sening hayotingda yoki sening nazaringda sen uchun qanday bir inson tuqqanligini bilamiz. Rahmat aka. Nurnisadam men dadam kichik, biz kichik tugab ketgandan keyin Nurnisadam shu oliy maktab bitirdigan yillari adamga chunki dadamninki eng amroq bolasi hamda hammamizga amroq ikkisi bakrak mungdishadigan. Ya'ni to'qan vaqt men bir kichik o'g'ashqa ondan adammo shu maktab bitirib bir dadaninki zinada bo'ldiganga arzu qilgan yillar yo'qolib qoldi. Ondan keyin opam rahmatlik dadamni yo'qligini chandurmay bizga ana ham dada bo'ldi. Keyin opam bu tugab ketgandan keyin adam hamdi. Xolsaq dada bo'ldi, xolsaq opa bo'ldi, xolsaq hada bo'ldi. Ba'zida mijozlarda bizning kichikdak omoqliqlarni qilib ketdi hamdi bu hada. Hada ham bizning shu ish qolgan uchimizningki turmushimizda hem dada hem ana bo'lib bizning xizmatimiz, turmushimiz, hatto mening shu to'yimningki
Men vaqtda Beijingda guardiya xizmat bilan bo'lib qoldim. To'yimning oldi oqi ishlarining hammasida o'zining xizmatlarini o'rinlashtirib, yana bir vaqtlarni chiqarib, to'ylarimdan tortib, hamma ishlarimga yenimda turib, bütün ishlarimga hisobda tig'vo qilib turdi. Andan keyin bu odamningki bizdan bir biz nima ish qilib beraymiz deb so'raymiz haliqi. Ada sizmi biz nima ish qilib beradi? Bizdan bir haliqi man qilinglar, an qilib beringlar deb talab qilmaydi. Endi bu odamga men bundan burun rahmat aytaman ekanman. Mush fursatda rahmat aytaman. Odamningki bizning oilada ish qilib bir Türk qag'inni shu. Bu şey bu markalık. Şunu adam bu. Şimdi de söyleme. Bu so'ralimizni so'rab rahmat aka. Nonisadan sizni shuncha hurmatlaydi. Sizni baklam shu mijozing san'at yo'lida mang'arning mijozing, yurish turishing, gap so'zing, sahnadagi qiyofating ustoz Abdulla akamiznikini muvaffaq qilib o'rgansam bo'ldi gap so'zlarini. Rahmat. Sizni shunchalik menga obida qilib tiklab o'zim bek hurmatlaydi. Mush qitimqi shu programmaga taklifnomani topshirib olgandan keyin hayajonlanib desam, shunchalik men bilan tang xush bo'lib ketdi. Kiyimingning tayyorligini, naqshlarning tayyorligini, nazoti, noyati chiroyli bo'lgan, noyati chiroyli salomlar bilan deb mushu ishlarimgacha hatto meni tsiq vaqt berdi. Hatto adamdan xush bo'lib qolgan yerim, oil deganda surkilishlar bo'ldi. Ayolim bilan mundaq bir ancha-muncha bir-birimizga mundaq qarashib qolsak, adam man qaplab oyalimni chaqirib tamoq yeb chiqsa tag'lag'i bag'lag'i berib ashtaq oiladagi ishlarimni ashtaq o'ngshab butun xatolikni mang'il atib adam ayolimni oldi kayfiyati kelsam ayolim menga shunday yaxshi emas tushdim burunqi hissiyat bu nima bo'lib ketdi desam adam bilan ko'rishib adam butun sizmi bir qiz saqam har qanday ish bo'lsa men ba deb ayolimning oldida biz tuqqala o'tirishib qolsa shu ayolimni keling deb to'yga boshlab o'tag'izib shunday izzat ikromini qildi. Demakchi o'g'lim adam mening hayotimdagi cho'ng burilishlarni hosil qilib bergan bir ustozim deb qarayman. To'g'ri. Rahmat sening chin yuragingdagi gaplaringdan biz garchi to'liq deyamagan bo'lsam ham ko'zlaringga shunday kelgan g'alpal kelgan menimcha akishni yig'ilgan vaqtda shu bir bu hissiyat shu bir xushalliqda bir alamda keldi. Balkim shunday vaqtlarda akishningki ko'ziga g'alpal bir yosh kelish mumkin. Ham bizmi seni ko'zingda yosh eqishni xohlamaymiz. Mushundan biz bildik adamga bo'lgan hurmatingni, uningga bildirmoqchi bo'lgan minnatdorligingni yetib oshdi mencha. Bizning oilaning tuvriga dediganda garchi bir ayol kishi bo'lsa-mu cho'nglardan keyin qolgan fikrlarga yetakchilik qilishmish jarayonida az bo'lmagan jafo mushaqqat yoki ruhiy besimga uchrashi mumkin. Ya'ni shundoq shu ishlarning ichidan ya'ni o'zining kasbining normal tanishib mengishi mijozni ondan tanishib mengishi bir ayolga nisbatan haqiqatan qiyin ish. Balkim turmushda fikrlarim mushu cho'ng oilamda ba'zi bir o'ngishsizlikmi uchrab qolishi mumkin. Chunki uni ig bo'ladigan, uni qaraydigan odamlar jiq bo'lgan bo'lsa, oilada nurg'un xizmatlarga o'nkanmaydigan bo'lib qolishi mumkin. Shunga men bugun mishada Nurnisaning qo'lga keltirgan kasbiy natijalaridan boshqa mushunda bir yaxshi bolalarni atrofiga qaratmay, yaxshi cho'ng bo'lishiga sababchi bo'lgan bir ustoz sifatida yana mushu singlimizga apirinlarni aytaman. İşleriniz yaxshi bo'lsin singlim. Siz yanıla yaxshi bir naqshchimiz, yanıla yaxshi bir ustoz. Siz orqali uyga oladigan nurg'un yoshlarimiz bor. Rahmat aka. Xo'p, endi baydan beri sening ijodlaring to'g'ri so'zlashdik. Naqshlaring to'g'ri so'zlashdik. Hayot yo'ling to'g'ri so'zlashdik. Bugun seningdan bir atal naqsh olsak bo'lamdi. Rahmat aka, rahmat. Aytib berasiz? Ashakil o'tiblan muzikasida yoki gapimni yig'ishtirsam, peshada degan sizga rahmat aytamiz. Uchimiz apay programma ilishdan burun uchimiz pastda lift tushirib kelib, hayajon uchimiz degan aldirab ketdik siz bilan ko'rishishga.
programniki topshiriq nimasini teklifnomasini topshirib olgandan keyin albatta biz naqshiga tayyorlik qildik. Sizning oldingizda bizlar emas, ekran oldida o'tirgan nurg'un naqsha havaskorlari, kasbiy artistlarniki naqsha o'rindash, sizningki chiroyli takliflaringizni anglash orzusi 100% bor. Shuning orasida biz endi talaylik deb o'ylab turaylik o'zimizni fursat kelgandan keyin sizning oldingizda o'zim tayyorlagan tuvandagi naqshamni o'rlab turay. Xo'p, rahmat. Dedi konu nakşilla yürekteki konu işlani konu dostni konu koçini anlını do konu pedide belkim hazır konu nakşilla lekin onu temiyip yeni Konuş aha yıkımlık avaz Kona tonuş konu savadaş Kona nakşa Sen kona emez Kona nakşa Acayip heves Kona nakşa Sen kona emez Kona nakşa Acayip heves Esnetidu konu nakşiler Yürekteki kona işlani Kona dostni Kona koçini Halını du konu pedide Belkim hazır konu nakşilla Lekin onu temiyip yeni Tonuş aha Yıkımlık avaz Kona tonuş konu savakdaş Kona nakşa Sen kona emez Kona nakşa Acayip heves Kona nakşa Sen kona emez Kona nakşa Acayip heves Acayip heves Kona nakşa Sen kona emez Kona nakşa Acayip heves